Xayrli kun qadrdonlarim. Bugun yana sizlar uchun yangi foydali kontent olish uchun flagmanga borib, sedana va kunjut olib kelamiz ketdik. Yandexdan taksi chaqirdim. Mana taksimiz ham keldi. Taksiga o'tirib va shunday issiqda yo'lga chiqdim. Mashinaga o'tirishim bilan taksichi amaki meni flagmanga borib qo'ying desam, "Xo'p bo'ladi qizim" dedi va biz yo'lga chiqdik. Uydan chiqishim bilan blogerligim tutib, kameramni yoqib, yo'l-yo'lakay ketayotgan yo'limni video qilib ketayotgandim. Fikr hayolim video va zo'r kontent olish edi. Xayolni bir joyga qo'yib bir qarasam, amaki meni flagmanga emas, umuman boshqa taraflarga qarab olib ketibdi. Amaki qayoqqa olib ketyapsiz? Mana men flagmanga borishim kerak desam, "Voy, uzr qizim, xayolim joyida emas edi. Hozir mana olib borib qo'yaman" deb orqasiga qaytib meni flagmanga tashladi. Mashinadan tushayotib, "Nech pul bo'ldi?" deb pulini so'rasam, "Yo'q qizim, kerak emas, pulingiz, men sizni rosa ovora qilib ancha aylantirib qo'ydim, vaqtingizni oldim" deb pulni olishga rozi bo'lmadi. "Yo'q amaki, agar pulni olmasangiz mashinangizdan tushmayman" deb o'tirib olgandim. Qo'yarda qo'ymas, oxir pulni oldi. Mashinadan tushib flagmanga kirdim. O'sha videoda kirib ham bo'lganman. Umuman planimda yo'q, olmoqchi bo'lmagan narsalarimni xarid qildim. "Hoy qiz, sen bu yerga foydali kontent olish uchun sedana va kunjut uchun kelgansan, xolos" desam ham menga bir narsa bo'lib qoldi. Yoshligimizda bo'lardi shunaqa narsalar. Drama. Kattaroq edishdi. Baribir ichimda bir narsa qo'yarda qo'ymas, mana shu narsalarda hammasini majbur oldirdi. Sizlarda ham shunaqami? Shunaqa supermarketga kirsalaring, o'zi kerak emas bir nimalarni yig'ishtirib chiqasizlarmi? Planimda yo'q, umuman olmoqchi bo'lmagan narsalarimni ko'tarib chiqibman. Erkaklarni bilmadim, ayollarda точно shunaqa. Va ayniqsa kiyim va parfyumga kirsak, biz umuman o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. To'g'rimi qizlar? Men yolg'iz emasman, shunaqami? Yolg'iz emasligim isboti sifatida kommentariyada nimadir yozib ketinglar-ya qizlar. Xullas va nihoyat sedana va kunjutga yetib kelman. Keyingi videoyimni albatta ko'ringlar-a, chunki keyingi videoda shunaqa bir zo'r bambicheski foydali kontent tayyorlaganman. Shu zararli ichimliklarni aslida umuman ichmayman, lekin ba'zida rosa tortib qolsa ichaman. Supermarketga kirsam, mana shu отделni rosa yaxshi ko'raman. Har xil tayyor, svejiy salatlar bo'ladi bu yerda. Men ham 2 xilini oldim. Keyingi yaxshi ko'radigan отделim esa meva va sabzavotlar. Bu narsalar uyimda bo'lsa, masalan, men umuman ovqat yemasdan ham bemalol shular bilan qornim to'yib yashay olaman. Men juda ham meva va sabzavotlarni yaxshi ko'raman va har kun iste'mol qilishdan charchamayman. Va har kun meva va sabzavotlarni to'yib iste'mol qilishlikni insonlarga tavsiya qilaman. Ayniqsa ayollarga. Meni yoshligim va go'zalligim sababchisi mana shu mevalarni ko'p yeyishimda. Barcha tabiiy vitamin va minerallar mana shu mevalarda. Albatta siz ham meva va sabzavotlarni har kun yeyishlikni o'zingizga odat qiling. Bu meva bizni Shevada siliva. Bu mevani juda ham yaxshi ko'raman. Siliva va olxo'rini xususiyatlari juda ham ko'p. Aytsam adog'i yo'q. Bu meva haqida ham biror kun alohida отдельный kontent qilaman. Va oxiri shirinliklar qatoriga keldim. Men unchalik shirinlik yemayman, lekin eng shirasi kam, shakari kam narsalardan xarid qildim. Va nihoyat so'nggi etap, olgan narsalaringni pulini to'lashing kerak. Har safar magazinga kirib kassa oldiga yaqinlashganimda, "Ey Xudo, hamma narsaga pulim yetsin. Odamlarni va kassachini oldida meni sharmanda qilma" deb duo qilaman. To'g'risi ustimdan kulmanglar-ku. Chunki 1-2 marta farzandlarim va o'zim birgalikda kelganimda sotib olgan narsalarimizga pulim yetmay qolib, shunaqa hijolatchilik bo'lgan kunlarim ham bo'lgan to'g'risi. Va Xudoga shukr, alhamdulillah pulim yetdi. Sotib olgan narsalarim va pulim yetgandan xursand bo'lib eshik tomon yurarkanman. Bugun obed qilmaganim, qornim ochgani esimga tushib ketdi. Kemaftun kartamizda qolgan pulga obed qilib olamiz deb tepaga chiqdim. Bozor qilgan supermarketim 1-etajda, 2-etajda esa kiyim-kechak yana bir nimalar bor. Men esa ovqatlanadigan joyi bor 3-etajga chiqdim. Ko'rib turganingizdek 2-3 ta odamdan boshqa menga o'xshab och qolgan yo'q ekan. Tovuqlik nomini bilmayman, nimadir zakaz qildim va biroz kutdim. Ovqatim kelgunicha biroz hisob-kitob ham qilib oldim. Ovqatim keldi, yedim, to'g'risini aytsam yoqmadi. Ozginasini 1-2 tishladim va qolganini tashlab pastga tushdim. Pastga tushayotib esa non olmaganim esimga tushdi. Yana qaytadan magazin kassasiga narsalarimni tashladim va non tomon yurib 2 xil mana shunaqa non oldim. Yana kassa tomon yurib, olgan nonlarimni ham pulini to'lab, taksi chaqirib, taksiga chiqib, uyim tomon yo'l oldim. Yaxshi, bu safargi shofyor amaki avvalgidek o'zimga o'xshab xayolparast emas ekan, to'g'ri uyimga borib tashladi. Va nihoyat o'z uyim o'lan to'shagimga keldim. Rosa ham charchadim, tashqarida dahshat issiq bo'lyapti. Zo'r g'alati amallab yuqoriga chiqib oldim. Uyda esa meni mushugim va qizim kutayotgan ekan.